Qo'shnilarimiz ham borib, suvlarda kechib yuribdi. Yoqqa chopib, lekin topolmayapmiz. Natija yo'q. Ijtimoiy tarmoqlarda 42 yoshli erkak suvga cho'kib ketdi degan xabar tarqaldi. Biz esa holatni o'rganish uchun Pastdarg'om tumani Oqdaryo daryosiga yetib keldik. Aniqlanishicha, erkak aynan mana shu joydan o'zini suvga tashlagan va oradan hech qancha vaqt o'tmay ko'rinmay qolgan. 5 kun o'tgan bo'lsa hamki, haligacha na o'ligi, na tirigi bor. Ma'lum bo'lishicha, Pastdarg'om tumani Oltiqahramon mahallasida yashab kelgan 1984-yilda tug'ilgan fuqaro 28-iyun kuni o'rtoqlari bilan birgalikda Oqdaryo tumanidagi suv havzasiga cho'milish uchun borgan. Bundan bir kun oldin jo'ralar bilan Kattaqo'rg'onga vodohranishga boramiz degandi. 28-kuni bu tarafga, Kattaqo'rg'onga emas, bu tarafga, Oqdaryo tarafga borgan. Oshiqota tarafga cho'milishga. Soat 7larda eshitdim. Qayinsinglim shu akam cho'kib ketibdi yonga dedi. Yugurib keldik. Uyga izladik shundan. Bugun 5-kun topilgan. 28-iyun kuni soat taxminan 5:30larda opam telefon qilyapti. Daryoga cho'milgan ekan, atrofdagilar ko'rmay qolibdi dedi. Izlashdi, yaqindagi aka-ukalarim mahalla izladi. Shu kuni ham umuman topolmadi. Mana bugun 5-kun topilgani yo'q. Mana shu suvni ozroq kamaytirib berishlaringizni iltimos qilib so'rab qolamiz. Suv juda ko'p oqqani sababli, oqim kuchli bo'lganligi sababli topolmayapmiz-da. Ishlashga nima yo'q-da, daryo juda uzoq. Troslarda ham iloji yo'q. O'zim borib ko'rdim, suv oqimi juda kuchli. Onam bilan ayoliga, farzandlariga rahmim kelyapti. Ularning hayoti qanday bo'ladi bundan keyin? Bolalar yoshida hali, endi 7-sinf katta o'g'li. Ushbu holat bo'yicha Samarqand viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi o'zining rasmiy Telegram sahifasida hozirda Samarqand viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi qutqaruvchilari tomonidan daryo hududida qidiruv-qutqaruv ishlari uzluksiz olib borilayotganligini ma'lum qildi. Millar voqealar rivojini kuzatib boradi.